Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga lavash qilib ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib bitta idishga unni elab olamiz. Uni o'rtasini ochib 300 gram suv quyamiz. Ikki osh qoshiq yog' solamiz. Ketidan 1,5 choy qoshiq tuz solamiz. Aralashtirib, o'rtacha xamir qoramiz. Ja yumshoq ham, ja qattiq ham bo'lib ketmasligi kerak. Xamir qorib tayyor qilganimizdan keyin bitta zuvalacha qilib ustini yopib 15 minutga tindirib qo'yamiz. Tingan xamirni olib, kichkina zuvalachalarga bo'lib, ustiga paket yopib tindirib qo'yamiz va bitta-bittadan olib yoya boshlaymiz. Xamirni dumaloq qilib yoyib bo'lganimizdan keyin gazga tovani qo'yib, ozgina qizdirib, ustiga yog' suramiz, ozgina va o'rta olovda lavashlarimizni pishirib olamiz. Ikki yoq tarafini. Olov baland bo'lib ketsa bo'lmaydi, kuyib ketadi. Pishgandan keyin bu yoqqa olib, ustiga suv sepib, ustiga qopqoq yopib qo'yamiz. Qotib qolmasligi uchun. Mana lavashlar tayyor. Endi ichiga xohlagan narsalarni solib, o'rasanglar bo'ladi. Men tovuq, sir, pomidor, keyin salat bargi va mayonez solib o'radim. O'rab bo'lganimizdan keyin tovani ozgina qizdirib olib, o'rta olovda ikki yoq tarafini pishirib olamiz. Lavashlarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Qilib ko'ringlar, kanalimga a'zo bo'linglar.